Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal kundalik xabarlarini ko'rishingizga qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vatanimiz Sharqiy Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Yevropa Ittifoqi Xitoy amaldorlariga qartilgan jazoni amaldan qoldirishni rad qildi. Xitoy Yevropa Ittifoqining Sharqiy Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligi sababli Xitoy amaldorlariga yurgizgan jazoni amaldan qoldirish uchun harakat qilayotgan bo'lsa-mu, Yevropa Ittifoqi bu qarorni amaldan qoldirish plani yo'q ekanligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi 2021-yili 22-martda Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda jazo lageriga qamash, bostirish jinoyatiga chetishliq bo'lgan bir qism Xitoy amaldorlariga va ishlab chiqarish qurilish diviziyasining jamoat xavfsizligi idorasiga jazo yurgizgan edi. Jazo tizimiga ayni vaqtdagi atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatning muavin raisi, jamoat xavfsizligi nazoratining naziri Chin Mingo, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya doimiy komitetining a'zosi, siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Mingshan, ishlab chiqarish qurilish diviziyasi partiya komitetining sekretari Wang Junjing, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining sobiq muavin sekretari, muavin mudiri Jo Xaylun qatorliqlar kirgizilgan edi. Ayni vaqtda Xitoy Yevropa Ittifoqining bu qaroridan o'ch olish uchun Yevropa parlamentining parlament a'zolari va tadqiqotchilarni o'z ichiga olgan 10 kishiga, shundaqla 4 organga jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining oldingi haftadagi xabarda qayd qilinishicha, Xitoy bilan Yevropa Ittifoqining parlament a'zolariga qaratilgan jazo tadbirlarini bekor qilish haqidagi suhbati oxirgi bosqichda bo'lib, keyingi bir necha hafta ichida e'lon qilinishi mumkin ekan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va jazo tadbirlariga nazoratchilik qiladigan organning bir bayonotchisi bu to'g'riliq uchur berib, Sharqiy Turkistonning vaziyatida yaxshilanish ko'rilmaganligini, bu sababli Xitoy Yevropa Ittifoqining parlament a'zolariga qaratgan jazoni bekor qilgan taqdirdami, Yevropa Ittifoqining Xitoy amaldorlariga yurgizilgan jazoni bekor qilish plani yo'qligini, asldagi qarorni saqlab qolganligini aytgan. Xitoy bilan Yevropa Ittifoqining munosabati yaqinqi yillarda izchil nacharlashgan bo'lib, Tramp hukumatining yuqori nisbatdagi tamojna beji qarori Xitoyga og'ir ta'sir ko'rsatgan. Buning turtkisida Xitoy Yevropa Ittifoqi bilan buzilg'ili uzun bo'lgan Xitoy Yevropa umumyuzlik mablag' kelishimini asliga keltirish uchun harakat qilishga boshlagan. Halbuki Xitoyning Yevropa Ittifoqining parlament a'zolari va organlariga yurgizilgan jazoni bekor qilishi kelishimini asliga keltirishdagi muhim shartlardan biri bo'lib qolgan. Oldingi faslda irqiy qirg'inchilik sayohati davomli ko'paygan. Xitoy Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini planli sayohatlarni tashkillash orqali yushirib kelayotgan bo'lib, bu haqda bir qism dokladlar e'lon qilingan edi. Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik sayohati oldingi faslda davomli ko'paygan bo'lib, 45 million odam qitimga yetgan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik madaniyat va sayohat nazoratining bildirishicha, bu yil birinchi faslda Sharqiy Turkistonga borgan sayohatchi soni 44 million 634 ming odam qitimga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 9,8% oshgan. Sayohatchilarning iste'mol xarajati 49 milliard 248 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 12,58% oshgan. Xitoy bu jarayonda yana 21 ming maydondan ortiq faoliyat o'rinlashtirgandan sirt, ko'plagan sayohat ko'rgazmasi, savdo yarmarkasi o'tkazgan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida irqiy qirg'inchilik sayohatini kengaytirish orqali bir tarafdan Sharqiy Turkistonda hech ish bo'lmaganda ko'rinish yaratib, irqiy qirg'inchilikni pardozlashga urinsa, yana bir tarafdan g'oyat zo'r iqtisodiy kirimga erishmoqda. Afsusnarligi shuki, Xitoyning bu jinoyatiga bir qism xalqaro sayohat shirkatlari va mehmonxonalarmi sherik bo'lmoqda. Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquqiy qurilishi 17 aprel yangi doklad e'lon qilib, xalqaro jamiyatning chaqiriqlari va ogohlantirishlariga qaramay, 189 xalqaro mehmonxonaning Sharqiy Turkistonda tijorat qilayotganligini yoki tijorat qilishni planlayotganligini, mehmonxona sonining tez suratda ishishi Xitoyning irqiy qirg'inchilik sayohati tashviqotini kuchaytirish, sayohat nuqtalarini ko'paytirish harakati bilan mos qadamda bo'lganligini oshkorlagan edi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ko'plagan soxta tashkilotlarni kirgizganligi oshkorlandi.
Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ta'sir kuchini zo'raytirishga urinish qilmishlari izchil davomlashib kelgan bo'lib, yaqinqi bir tekshirishda Xitoy rejimining nurg'unlagan saxta hukumatsiz tashkilotlarini Birlashgan Davlatlar Tashkilot apparatlariga singdirib kirgizganligi oshkorlandi. Xalqaro tekshiruvchi muxbirlar birlashmasi 28 aprel bir tekshirish doklati e'lon qilgan bo'lib, 48 taratquv organi qatnashgan mazkur tekshirish Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashidagi harakatlarga markazlashgan. Tekshirish doklatiga asoslanganda, Xitoy, Hong Kong, Aumin va Tayvandan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizimlatgan 106 ommaviy tashkilotning 59ning Xitoy rejimi yoki Xitoy kompartiyasi bilan quyuq munosabati bor ekan. Hukumatsiz tashkilot salohiyatiga kirib olgan mazkur tashkilotlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kengashida Xitoyning tarafini ilib qolmay, dokladlarida Xitoyning jinoyatlarini pardozlab kelgan. Bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashida Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Tibetdagi o'smirlarni oilasidan ayirish qatorliq Xitoyning jinoyatlari o'ttirg'a qo'yilganda, mazkur saxta tashkilotlar yig'inni qalamg'an qilishga urindikan. Ularning soni ko'p bo'lg'achqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inda tiximi ko'p so'z ilish fursatiga erishadigan. Masalan, 2024-yildagi Xitoyning inson haqlari xotirasini qarorlik tekshirish yig'inda so'z qilish vaqtining yarmidan ko'proq mazkur Xitoyparast saxta tashkilotlarga berilgan. Mazkur tekshirish dokladida yana bir ichinishli ahvol qayd qilingan bo'lib, navbatda Xitoyga qarshi faoliyatchilar shaxslarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inlari va faoliyatlariga qatnashish nisbati tarixdagi eng tuvan nuqtaga tushib qolgan. Halbuki 2018-yildan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotida tizimga oldirgan Xitoyning saxta hukumatsiz tashkilotlari taxminan 1 hassa ko'paygan. Xitoyda yuz bergan o't ofatida 20 necha Xitoy o'ldi. Xitoy taratqullari 29 aprel Xitoyning Xebey o'lkasida bir restoranda yuz bergan o't ofatida 22 Xitoy o'lib, 3 Xitoyning yaralanganligini xabar qildi. Torda ham baharlangan va xalqaro Fransiya xabar agentligi tarafidan tarqatilgan videolarda kuchlik o't yalqullarining 2 qavatlik restoranni o'rab, quyuq qora tutunning osmonga o'rlayotganligi ko'rilgan. Xitoyning ijtimoiy taratqularda tarqalgan videolarda bo'lsa, doktorlarning bir jasadni sedirga yotqizib, qutqizish mashinasiga ilib minayotganligi va bir necha parajni xodimlarining o't o'chirishga tirishayotganligi ko'rsatilgan. Xitoyda asosan qurilish belgilamalariga sal qarash va xizmat bexatarligiga ko'ngilsiz muomala qilish sababidan o'limlarni keltirib chiqaradigan o't ofati hodisalari ko'p yuz berib turdi. Bu oyda Xitoyning shimolidagi Xebey o'lkasidami bir yashanganlar sanatoriyasida yuz bergan o't ofatida 20 Xitoy o'lgan edi. Yanvar oyida bo'lsa, Beyjingning g'arbiy shimolidagi Jangjiakou shahrida bir ko'ktat bozorida yuz bergan o't ofatida 8 Xitoy o'lib, 15 Xitoy yaralangan edi. Uningdan bir oy ilgari sharqdagi Rongcheng shahridami bir qurilish maydonida yuz bergan o't ofatida 9 Xitoy o'lgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.